Assalomu alaykum. Qarz daftar dasturimiz uchun video qo'llanma tayyorlashni boshladik. Demak, dasturimizda 4 ta qism bor. Demak, bosh sahifa. Hozir hech narsa ma'lumot yo'qligi uchun bo'sh turibdi, lekin ma'lumotlar kirgizish boshlagandan keyin bu yerda hammasi o'zgaradi. Hop, odamlar, guruhlar hamda sozlamalar. Hop, bugun birinchi qiladigan ishimiz sozlamalar ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi til. Demak, dasturda 21 xil til bor. Xohlaganda tanlash mumkin. O'sha tilda ishlaydi. O'zi mana bu sistemli tilingiz qaysi bo'lsa, avtomatik shu til tanlaydi o'zi dastur boshida. O'zbek tiliga hozir o'zgartiramiz. Mavzular, demak, qorong'u hamda yorug' ikkita varianti bor yoki tizim bo'yicha qilsangiz, o'sha bitta tizimda holati mavzusi o'zgarsa, dasturda ham o'zgaradi. Hop, rang, yashil rang, ko'k rang, binafsha rang, moviy, to'q sariq, pushti. Hozircha biz yashilni tanlab turamiz. Hop, keyingisi valyutalar. Demak, dasturda ko'p valyutalikni ishlatsa bo'ladi. Demak, bizga hozircha so'm bilan dollarda olib qo'yamiz. Demak, bu yerda kursi bor, mana bu asosiy kurs. Buni endi shu kursga to'g'ri kelsa, shuni ishlatsa bo'ladi, yo bo'lmasa o'sha ishlatyapti turgan paytda kursni o'zgartirib ketish mumkin. Har bitta ishlatilganga kurs alohida saqlanadi. Demak, so'm bor, dollar bor. Buni mana bu yerda bosilsa, mana asosiy valyuta qilib o'zgartirish mumkin. Xohlagan. Mana bu yerda mana valyutalar juda ko'p. Butun dunyoning valyutasini qo'shib qo'yganmiz. Xohlaganda tanlash mumkin, qo'shib ketish mumkin. Hop, keyingi qism, demak, xavfsizlik qismi. Bu yerda demak pin kodimiz bor. Bunaqangi 4 ta harfli pin kod qo'yish mumkin hamda biometrik. Bu biometrigimiz demak kamera orqali yo bo'lmasa o'sha barmoqni nimasi orqali kirishni imkoniyatini beradi. Hop, mana biz hozir bunday qilib turaman. Mana hozir odam tanimayapti, men yo'qman. Mana bu yerda bosilsa, o'sha mana meni taniydi, hozir kirib ketadi mana. Hop. Buni alohida yoqish ham mumkin. Faqat pin kod orqali yo faqat biometrik orqali qilish mumkin. Agar biometrisiz telefoningiz ishlamasa, bu avtomatik yoqib bo'lmaydi qoladi. Pin kod xohlagan pin kodni terish mumkin, faqat esdan chiqarib qo'ymaslikka bo'ldi. Hop, keyingisi bildirishnomalar. Hop, demak, birinchisi umumiy daftar o'zgarishlari. Demak, biz dasturimizda ikkita odam o'sha bitta nimani yurg'izishi mumkin, bitta daftarda, ya'ni oldi berdisini ikkalasi bir-birini kuzatishi, nazorat qilishi mumkin. Unga alohida to'xtaymiz. Hop, o'shani bildirishnomalarini yangilik bo'lsa, yoqib o'chirish bu birinchisi. Ikkinchisi qaytarish kuni eslatmalar. Demak, qarz olgan yoki berib turgan paytda qaytarish kunini belgilab qo'yish mumkin hamda shu qaytarish kuniga 3 kun qolganda, 1 kun qolganda hamda qaytarish kuni tugaganda bu sizni ogohlantiradi bildirishnoma bilan. Uchinchisi sinxronlash. Demak, dasturdagi ma'lumotlarni Google Cloudga qo'yish mumkin. Nimaga? Google Disk deydi. Shu yerga qo'yish mumkin. Mana shu yoqib qo'yilsa, shu yerga sinxronlaganda bizga ogohlantirib turadi, sinxronlandi deb. Sinxronlashimiz ham ikki xil. O'sha dastur ishlamay turgan paytda ham sinxronlaydigan varianti bor. Har 6 soatda bo'ladi. Yo bo'lmasa dasturda o'zida o'sha belgilab qo'yish mumkin. O'zingiz bosib sinxronlashingiz mumkin. Bu endi o'shani ko'rsatadi. Endi buni pastdagisi fon ishi cheklanishi mumkin degani, bu degani dasturda mana batareyani optimallashtiruvchi har xil dasturlar bor. Bular shu arqa fonda ishlab turgan programmani o'sha servislarini o'chirib qo'yishi mumkin. Mana bu cheklovni o'chirish deb qo'ysak, bosib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi bu o'sha dasturlar bizni fonda ishlab turgan servislarimizni o'chira olmaydi, shuni bosib qo'ysak. Ya'ni aniq sinxronlanadi. O'sha sinxronlashdi, mana buni bosib qo'yganimiz yaxshi sabab bizni ogohlantirib turadi sinxronlanganligi. Ya'ni ma'lumotimiz nimaga bulut tizimiga joylab turiladi. Keyingisi, demak, eksport. Hop, eksport qilish 3 xil turda bo'ladi. Butun barcha ma'lumotlarni eksport qilish bor, bitta odamligini eksport qilish bor hamda guruhlarimiz bor, guruhlarni eksport qilish bor. Bu hozir barcha ma'lumotlarni eksport qilish. Bu yerda demak, ikkita o'sha vaqt oralig'ini tanlashimiz mumkin. O'zi avtomatik shu oyni boshi bilan hozirgi kunigacha bo'lgan davrni tanlaydi. PDF formatda, Excel formatda hamda CSV. CSV degani comma separated value deydi. Bu vergul bilan ajratilgan qiymatlar. Bu qachon kerak? Ma'lumotsiz olib, bir sun'iy intellekt orqali tashlab bir qanaqadir xulosalar olishmoqchi bo'lsangiz, bu variant qulay tushadi hamda bu juda kichkina kilobaytlarni egallaydi. Keyin ba'zi dasturlar Excelga o'xshab nimaga o'zi nima deydi? Tablitsa qilib chiqarib berishi mumkin. Demak, ustunlarni tanlashimiz mumkin. Demak, bu biz qanday ustunlarga ega bo'lishligimiz, hammasini bekor qilishimiz ham mumkin.
kerakligini tanlashimiz ham mumkin, yo hammasini tanlashimiz ham mumkin. Hozir biz o'sha default qiymatini olib qo'yamiz. Hop. Keyingisi zaxira va sinxronlash. Demak, bu o'sha Google hisobiga kiramiz. Buni kiradigan bo'lsak, demak mana shu o'zimizni tanlaymiz. Bo'ldi, mana ulandi. Sinxronlash deganni bossak, telefondagi ma'lumotimizni bulutga yuklaydi. Buni alohida ko'rib chiqamiz. Hop, taklif kodini kirgizish, bu ham ikkita odam shu bog'lab turgan paytda kerak bo'ladi. Bu boshqa joyda ham bor, bu yerda ham bor. Demak, QR kod skanerlash orqali ham kirgizishimiz mumkin yoki boshqa usullari ham bor. Buni ko'rib chiqamiz alohida. Hop, keyingisi obuna. Demak, dasturimiz 14 kun bepul. 14 kundan keyin to'lov qilish kerak bo'ladi. Hop, ma'lumotlarimiz o'chib ketmaydi. Buni oyma-oy qilish mumkin, yillik qilish mumkin. Oyma-oy, oyiga shu $1, 1 sent ekan $1, yiliga $10. Endi yiliga tanlasangiz, sal ekonom bo'ladi. Buni bosib, to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Mana yaxshi ko'ramiz hozir. Bu tez usulda bizga hozir. Mana Google orqali endi har oy, mana demak, oylik reja, ulanganimiz, avtomatik yangilash, buni endi Google orqali boshqarishimiz ham mumkin. Bu ma'lumotlar hammasi sizlarda ozgina boshqaroq chiqadi. Mana bekor qilishimiz ham mumkin. Agar bekor qiladigan bo'lsak, shu to'lov qilingan vaqt oralig'ida dasturga kira olamiz. Mana bu yerda yozib turibdi. Mana bundan mana bungacha ishlatishingiz mumkin hali deyapti. Yillik obuna qilishimiz mumkin. Ham shu 1 yillik obunani. Hop, kartani, xohlagan Visa kartani ulash mumkin. Hozir mana eng mashhuri uzum, bemalol uzumda ishlatish mumkin. Hop, dasturimizning versiyasi, keyingisi dasturchi meni Google Play'dagi boshqa dasturlarimni ko'rishlaring mumkin bu yerda. Keyingisi maxfiy siyosatimiz bor. Buni ham ko'rish mumkin. Faqat bu bizning dasturimiz dunyo bozoriga chiqarganimiz uchun ingliz tilida bitta ma'lumotlar. Va foydalanish shartlari ham xuddi shunday. Ko'rib o'qib ko'rish mumkin. Hozir tarjima qilish muammo emas. Qo'llanma, shunga o'xshagan videolarimiz qo'llanma qismida bo'ladi. Bunda ilovani ulashish, ilovani xohlagan variantda ulashish mumkin. Telegram orqali yoki kopirovka qilib olish mumkin, SMS qilib ulashish mumkin. Shu silkasini jo'natadi. Buguncha hozircha shu qismi birinchi qismi.